navbatdagi shinamiz Lanex shinasi. Lanex balonimizni Engineered in France. Fransiya mutaxassislari tomonidan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan balonimizda Impulses sezonli znachoklari, qora znachoklari bor. Made in PRS. Balonimiz 4 faslga mo'ljallangan. Yana qo'shimcha qilib, mana quyosh, yomg'ir, qor, bahorga 5 shumli eko и расход topливasi ham juda qisqa qilib ishlangan. Navbatdagi balonimizdagi fishkasi Vector Razor texnologiya. Ya'ni buni ma'nosi balonimizni suv kesishga juda ham yaxshi mo'ljallangan. Mana protektorlarning oralari suv chiqib ketish uchun juda qulay qilib ishlangan. Balonimizda himoya kortlari mavjud va balonimiz to'g'ri burchak qilib ishlangan. Avtomobil harakatlanganda protektorlari har bir xil yediriladi. Yumshoq balon.